Tanishing bu bolakay Pavlik Morozov. U 13 yillik umri davomida otasini jinoyatlari uchun davlatga sotib bergan va uning 10 yil qamalishiga sababchi bo'lgan. Otasi qamalgandan biroz muddat o'tgandan so'ng ukasi bilan o'rmonga mevalar tergani ketgan Pavel Morozov o'z qarindoshlari tomonidan pichoqlab o'ldirilgan. SSR hukumati esa Pavel Morozovdan juda ham faol foydalangan, sababi davlat manfaatlarini oila manfaatlaridan ustun qo'yadigan shaxs ular uchun juda zarur edi. U bolakay boshqa do'stlariga o'rnak qilib ko'rsatilgan, ulug'langan, ko'cha nomlari uning nomi bilan nomlangan va hattoki unga haykal ham qo'yilgan. Morozov nomi shu darajada mashhur bo'lib ketganki, keyinchalik Jorj Orwellning asarida ham aynan shu shaxsga o'xshash qahramonlar kiritilgan. Aslida Jorj Orwellning 1984 asari ham aynan shunday tuzumni oqibatlari qanday hollarga olib kelishini ko'rsatgan asar hisoblanadi. Yangi o'quvchi o'qiyotganda biroz murakkabroq tuyulishi mumkin. Shu sabab men sizlarga 1984-asar o'qishdan avval Molxonani o'qishni tavsiya qilaman, sababi u biroz osonroq va tushunarliroq tilda yozilgan. Hattoki uni multfilmga ham o'xshatish mumkin, sababi Molxona asarida hayvonlar hayoti xuddi odamlarnikiga o'xshatib ochib berilgan. Aslida bu ikki asarni Hasan-Husan deyish mumkin. Dunyo qarashinglarni butunlay o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, Jorj Orwellning shu ikkita asarini o'qishni sizlarga tavsiya beraman. 1984-yili biroz kattaroq bolalar o'qisin, chunki 18+ sahnalari bor. Molxonani yoshlikdan ham o'qitirish mumkin. Agar tushunishmasa, keyinchalik tushunib olishadi. SSR tuzumi ag'darilgandan so'ng tarixchilar Pavel Morozov shaxsini yaxshilab o'rganishgandan so'ng shu ma'lum bo'lganki, u aslida yomon bola bo'lmagan. Uni otasi 4 ukasi bilan onasini tashlab ketib qo'shni ayol bilan yashay boshlagan va onasini doimiy tahqirlab kelgan. Ammo jinoyatlari fosh bo'lgandan so'ng qamoqqa olinganda, unga sudda so'z berilganda, u ochiq-oydin bo'lgan voqealarni so'zlab bergan xolos. Ammo hukumatga ana shunday bo'rttirilgan shaxs zarur bo'lganligi uchun undan targ'ibot ishlarida bo'rttirib obraz yaratishgan va foydalanishgan ekan.